Bugun men mana shu orqamdagi telebashkada bir kun ishlab ko'raman. To'g'ri, qiyin deyishingiz mumkin, lekin men bu narsani epladim. Qani bo'lmasa, ketdi. Telebashning o'zi davlat ishxonasi va davlat ishxonasida ishlash juda ham qiyin. Shuning uchun nima bo'lsa ham bab ishlab ko'raman deb telebashga kirdim. Birinchi bo'sh o'rinlar bormi yoki yo'qmi so'radim. Menga yo'q deb yuborishdi. Keyin ichkariga kirib, nima ish qilish mumkinligini o'zi o'yladim. Tozalovchilik qilmoqchi edim, lekin qarasam o'zi hamma joy toza ekan. Keyin sotuvchilik qilaman dedimda, u yoqqa borsam hech kim ruxsat bermadi. Keyin mini barda o'tiraman desam, u yoq ham to'g'ri kelmadi va oxiri zo'rg'a ruxsat olib, kontent uchun o'sha ko'plab biladigan aylanadigan restoranga ishga stajyor sifatida kirdim. Ya'ni tekinga ishladim. Faqat chiviylar tushdi. Bu yoqdagi video endi aytmaysizlarmi? Butun Toshkent ko'rinadi. Bu yoqqa juda ham ko'p turistlar kelishar ekan va normalniy pul topib qo'yadigan okalar ham shotdi. Lekin shunga qaramay menyuda narxlar o'rtacha. Biz mehmonlarni ham kutib oldik, ofitsiantlik ham qildik, razdachada ham turdik, даже polamartdi. Ishqib telebashnada kun bo'yi ishladik. Eng chiroyli kommentariy yozgan insonga Koinot restoran tarafdan 500 minglik voucher mavjud. Albatta kommentariy yozing va voucherni yutib olsangiz bo'ladi. Bunaqa kontentimiz uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz bo'lsa ofitsiant bo'lib turib bir kunda necha pul topganimizni ko'rishingiz mumkin.